Başqası yo'q. Bo'ldi, ortiq o'ylamang, ha. Bo'ldi, ortiq o'ylamang. Başqası yo'q. Mana qarang. Başqası yo'q, ha. Ortiq o'ylamang. Gullarni saqlab. Ya, bo'ldi. Men o'zim qo'yay bu o'rni. O'zim qo'yay. Bundan keyin bundaqsan men o'zim qilay, ha. Ortiq o'ylamang, ha. Kechda birga qaytamiz juma uyga. Birdam aramag'ash turing. Yaxshimi? Qilamiz. Ha. Ha, ko'rpakmi? Maqtul. Voy. Ha. Yaxshi. Bundaqda men seni keyin o'zamiz deyman. Ma'qul. Mana undan alay. Manacha? Ha, 20 tom. Ha. Bo'ldi, qolishsa. Evet, tamam. Ma'qul. Hey, mekilam. Forma kiymabsiz-ku? Ana bu mening formamni siz boshqaramsiz? Esingizda bo'lsin. Mening xizmatimchi, oya turib kelgan mehmonlarni kutish bilan birga sizdek ishchi xizmatchilarning yurish-turishiga diqqat qilish. Uqdingizmi? Gerçi odatda ishimga aralashib meni boshqarganingiz bilan maoshga kelganda mening degan. Esingizda chang tuting. Ma'qul, diqqat qilay. Ana bo'z cho'ngroq huquq tutib qolmabdi ekansiz. Desam, bu mening sizga deydigan gapim-ku deyman. Bu qarobli kiymaganligin bir ishvaligini uqmamsiz deyman. Xizmatchi, sabab ko'rsatmaymiz. Uf, mushta oktib. Voy bo'ldilar sizga qana foyda. Choy ichhamsiz sizga og'ach kelgan. Xo'sh. Asa. Ma Choy ya. Aymo. Ko'zingiz yomanda qizarib ketdi, kecha uy kirdingiz. Ashtabaq qizarib ketdimi? Menga kirga qarab baqay. Bu Ashtabaq qizarib ketdimi? Bu chiroyingiz qarasili kecha uxlamagingiz chiqib qopti. Nima ish qildingiz kecha? Voy shu oqshom bir do'stim bilan ko'rishgan. Kecha paranglashib uxlamadim. Shu mushta kamandi. Men kirib ketaveray. Hey, qayt keling. Nimada xizmat formasi bor. Chiroyga berib almashtiring. Ha, qaytmayman. Shaqtini men satlab ketkazayotganman. Bu gal men chaqirvag'im qiziqdi. Subiga yordam qiling. Nima? Men uning qanday yordam qilaman? Tarbiya ko'rmagan. Bir odamga g'aji tushganda cho'qim uning o'tmishini so'rab kerakmi? Siz mening o'quvchim. Bu da men degandek bir qiling, ha? Nima? Sizdek tunigilla siz mening o'quvchim emas da'vatmandingiz? Lala. Ha, bo'ldi. Men sizga yordam qilaman. Biroq men sizga yordam qilish niyati kelganda chatga qilgan. Siz demasizlar, men unga yordam qilishni o'ylab harakatga o'tgandim. Chatga qilsin nima bo'pti? Qarab turib birini o'lib ketishiga mishta qarab turamdi. Nima? Sizning kim da'vatqanligingizni bilmadim. Subik bir ish bo'ldimi? Subik. Nima jo'ylayotmaydigansiz?
Sübeyik beraş bo'lmagan ma'lum bu nima şöp ket adam ensiratmasanız-chu? Endi yordam qilmasangiz u rostla o'lib ketadi. Nima o zat nerede o saqmı? U hozir saq. Akşam o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi u. Zat nima ish bo'ldi? Menga bir tafsilroq deb bersangiz-chu. Helim yaxshi akşam qarib esib uyg'onib ketib ekanman. Suxonaga mangsam, Subiy oshxonada pichoq tutib turibdi. Kecha soat 1 bilan menga noshliq tayyor qilyapman deydi. O'ylab beqinglar. Onun hissiyatı, şirketidan o'zini o'ldirmoqchi bo'lganligini bildim. Sübey ergizim bunday qilmaydi, balkim siz ko'p o'ylab olgansiz. Men ikki ishdan qo'rqaman hali. Qaysi ish? Biri onun o'zini o'ldirib olishidan, yana biri mening uyimda o'lib qolishidan. Men bir kecha uxlamadim, bak qo'rqdim lala. Nima ish qilib uyimga kelib olgandim? Agar bir shop qilsa men qanday javob qilaman? Men tushundim. Men anam bilan bir ko'rishayya. Yo'q, siz tushunmadingiz. Men uydagi pichoqlarning hammani tashlab etdim. Bo'ldi, men tamoq etmayman bundan keyin bu uyda. Akşam siz laq maydonda bo'lgan bo'lsangiz, onda mening hissiyatimni tushunatdingiz. Men tushundim, bildim. Men Sübey bilan o'zim bir aloqalashay. Sizning qanday ishingiz bo'lsa, men yordam qilay lala. Biroq hozir vaqtni o'tkazishga qat'iy bo'lmaydi. Uning yanida onun besimini yengiltadigan, o'tmishini paranglashadigan, onu xo'sh qo'llaydigan faqat sizlar bor. Bo'ladi. Men Sübeyni o'zini o'ltira olmaslikka kafolatlik qilaman. Biroq siz menga yordam qilishingiz kerak. O hayotli bo'lsa, men chuqum sizga yordam qilaman. Anlasam, McDonald's o'zini tuzash operatsiyasini qilib etibdi. Operatsiya qilamdim. Chataq yo'q. Naringiz ne? Men emas. Mening shu yo'lga kirgan Nigarni. Nigarni? Bu eski yaxshilik qilganingizmi? Yo'q. Qissa solganim. Nima? Onun faqat bir tal ukulni xato ursangiz bo'ldi. Arz qilinganidagi barliq chiqimni o'zim to'layman. Onun ustiga bu ishni o'zingiz qilib, maktablarning obraziga daxl daraja yetkazishingizdan qilchi majdi yo'q. Men bir odam maktablarga avatman. Bu ishni u qilsin. Faqat bir tal ukul xato ursa bo'ldi. Uning chiroyiga. Men qilamaydigan ishni meni majburlamang, Lola. Sübeyning jeni muhimmi, Nigarning chiroyimi? Sübeyning jeni. Undaqda ishlar meni deganimdek bo'lsin. Men o Nigar degan qizni qanday akilmab maktabga? Siz menga maktablarning e'lonini ta'minlab turing, uchurini. Men maktablarning e'lonini eng oldin qator turadigan o'zini tuzash maktabi deb e'lonlarni chiqaraman. Ondan u tabiiy sizni izlab keladi. Onun ustiga e'lon ketgan barliq chiqimni o'zim to'layman. Shunday qilishga arzimda. Nima? Acaba meni ikkita mushunchlikmi o'chirishga arzimda? Siz Sübeyni uyingiz o'lib ketishini saqlab turmoqchimi yoki men Sübeyni hayot doktoruman. O'chirish fursatimning buncha tez yetib kelishini o'ylab boqmabdi ekanman. Men siz kapolatlik qilay, Sübeyga yetisholmaydi. O'zingizni asrayman. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Tasam. Men tanib qolibsizdan. Ha? Uydagilar rasmimizni avatibdi ekan. Shunaqdimi qarsam xayr zensilib qarag'anday tursiz. Endi to'yning ishi bo'lgandan keyin sal astoydil qarab saqlamaydi. Demsam shu albatta qarab yiqish kerak-ku. Sizning hozirgacha muhabbatingiz yo'qmi?
Siz biror qiz bola bilan uchrashishga chiqib boqmaganmi? Men demoqchi o'g'lim, bunday emas. Men deyman, ikkalamiz o'z ixtiyorimiz bilan chiqmoqda. Shunga mumkin bo'lsa bo'lgan gaplarni hammasi aniq deyotgan bo'lsa, gaplar ochiq oshkor ketgan bo'lsa. Rost gap qilsam-chi, menga nisbatan bu bir vaqt isrofchiligi xolos. Vaqt isrofchiligi. To'yga pek aldiroqqa o'xshamabsiz. Ha? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Qarang. Men xohlagan savolingizga javob berman, xohlamagan savolingizga javob bermayman. Bitta. Hey. Men odatda qarang. Shu qizlarning eg'irligi sal ko'ngil bilmadim. Ammo qizlarning eg'irligini so'ray sal adabsizlik. Shunda qo'sim eg'irligini so'rab baqam bo'lsa. So'rang. Necha kun chiqsiz? 5 tonna. 5 tonna. Eg'irligingiz 5 tonna. Egizligingiz-chi? Men ancha o'ylashdim. 5000 metr kelaman ku deyman. İşiniz-chi? 5000 yaş? 5000 yaş? Liyazemden uzun ömür kadar bakışmamışsınız. Albatta. Mencha bugun xili ko'nglik paranglashib qoldi. Sizga shundan bilindimi? Bo'ldi. Vay. Hoppa. Ha, xili bo'ladigan qiz bor ekan. Yomon emasdi. Da, yaxshi paranglashdi. Ma'qul. Ma'qul. Mayli, telefon qaytaring. Voy. Qaytib kelibsiz. İsmim Shayda, boyingiz kim 1.68, eg'irligim 50 kilogram, bu yil 27 yoshga kirdim. Endi so'rashni o'tmoq kelganda. Hozir qizlarni faqat cho'ngil olmaydi ekan. Rost gap qilsam, bu xil usulda paralash boshqalarning xarakterini tushunish boshqacha bo'ldi ekan. So'rab baxsam, sizning eg'irligingiz qancha? Eg'irligimmi? Ham sizdek bek eg'ir olmasammi 50-60 kilo chiqami? Siz qizlardek yeni ekansiz o'g'il. Odamning tishi qarab baho bermang shaydi. Miya qaraymiz. Bo'ldi. Necha yoshga kirasiz? Necha yoshga kirdingiz demsa? Qilgan ishlarimni, ko'rgan ishlarimni hisoblaganda sizdan uzun bo'lishi mumkin. Lekin saddalik, oqko'nglik kelganda 5-6 yosh desak. Boyingiz deganingizchi? Boyingizligim 1.84 chiqami yo 5000 metr chiqamiz. Opa. Axir bo'ldigan bor ekan. Aqllab deb so'zlar joyida ekan. Sen tur paranglashing. Meni boshqalar Rinatbay deb chaqirdi. Siz Rinat deysiz. Yaşım 29 yaş. Boyingizligim 1.84, eg'irligim 76 kilo. Ketmabsiz? Lozim, tomoq yeysiz. Setayotgan haqni namida biroq shu ishni tutib turgan deydi deb ishlatmoqman. He botta. Lekin marasimni avassam sübib bosh qo'yatmasmikan? Saatgo to'q yurakni metdansan. Mushtalig'inda yenim qaytganmagan jumamasiniz hali. Amma shunday ko'nab qoldim xalaras. Shopirdan oladi taqa.
He, onu mu dedin ama maqtım planı pek sokap sözüm olsa. İkimizni başka adam saklanmaydı ki bunu. Sen yakınım bop kaldın qara. Olmagan bolsa sen mi saklanmaydın? Voy. Dedin ama he bopta ben sakaptım ben. He bolda onda yolu ettim ben bana. Ne yolladı sen? Şu üzem ayrım bir numarayla sübü yolladı ben. Muşnanga ben ayrım numarayla yollaş gitem da. Ya Bär bir işkanın resmi tusa var. Vay, qanchasım azroq oyab qo'yish kerak da uni ikki masala. Yürek degan nima yo'q qo'sindi zaten. Unimi dedim, bunimi dedim, yo'lladim, yo'lladim. Yamancha qishqarishdi ekansan cho'sa. Mana qilay ko'rayapman. Mana yo'llab etdim. Bo'lganda Kas. Bopta. Nima deyolsan shu ko'rslan bo'ldi qo'ygan. Qağa ishnamda qo'rqmayman, sen borgina. Hay. Tamam. Kendim aka. Oturayım ha. Zada çok ha. Benim şu eko aldığınız ne? Bilektim ben aka. Bilan. Ne bu aka? Sübey to'g'riliq paranglashgan gaplarimiz esanmi? İsimde aka. Unutib ketdi. Neymiş aka? Og'zing qurum. Sübey bilan paranglashgan gaplarimiz esanmi? İsimde. Unutib ketdi otimi. Ma'qul aka. Tamam. Ma'qul. Sübey mening yaqin og'ayim. O to'g'riliq hech kimning gap qilishiga ruxsat yo'q. Tushundingmi? Tushundim. Sirati chiqsam, qo'llansam pul berdi. Shundan boshlab hikoyalarning hech qanday munosib qolmaydi. Ma'qul aka. Tushundingmi? Tushundim aka. To'xta.